Xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani kengashining 7-chaqiriq 18-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimining 2023-2025 yillarda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlari tahlili hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan murojaati tinglandi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Sessiyada tuman hokimi Ixtiyor Qosimov, deputatlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari, tuman faollari, hokim o'rinbosarlari, korxona va tashkilotlar rahbarlari, siyosiy partiyalar vakillari, mahalla yettiligi, maktab va davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Sessiyada tuman hokimi so'zga chiqib, 2023-2025 yillarda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirgan ishlarni birma-bir tahlil qildi. O'tgan yillar mobaynida reja dasturga kiritilgan ishlar va ularning ijrosi bo'yicha hisobot berdi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, bugungi kunda 2023, 2024 va 2025 yillar davomida yuzaga kelgan bir qator muammolarni ko'rib chiqdik. Muhtaram prezidentimiz tomonidan har birimizga vakolatlar bilan birgalikda bir xilda imkoniyatlar yaratib berilgan. Hozirgi holatlarni men faoliyatimiz davomida 3 yillik tahlilni qildik. Aziz tumanimiz ahli, mahallalarda yettilik vakillari orqali butun tumanimiz ahliga murojaat qilmoqchiman. Mahalla yettiligi bir maqsadni birlashtirib, xalq va davlat o'rtasida jonli ko'prik vazifasini bajarish, mahallalarni obod saqlash, yashil makon loyihasini har bir mahalla, ko'cha kesimida aholi xonadoniga kirib borishni ta'minlash, aholini qiynab kelayotgan muammolarni o'zining oilasi muammosidek qabul qilib, munosib yondashish choralarini ko'rish, bundan tashqari aholi xonadonlarida vaziyatdan to'liq xabardor bo'lish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oilalar kesimida oldini olish va bartaraf etish choralarini ko'rishimiz lozim. Tuman hokimining murojaati yuzasidan deputatlar va faollar o'z fikr-mulohazalarini aytib o'tdilar. Kelgusi yilda amalga oshirilishi zarur masalalar yuzasidan takliflar bildirildi. Kun tartibidagi masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi.